Salom ekran oldidagi qadrli ko'rurman do'stlar, ko'rib atqaninglar Şinjan Təmizat Mədəniyyət Tarqitish Cheklik şirkati bilan Şinjan Ko'klam Mədəniyyət Tarqitish Cheklik şirkati birlashib ishlagan. Shundaqla sog'lomligimiz uchun sunilgan Al-Nuri 5 dan xoli organik yeshil yemekliklari bilan iste'molchilarimizning zo'r olqishiga erishgan Şinjan Al-Nuri yezigilik fan texnika taraqqiyot cheklik shirkati xos tajdorligini o'z ustiga olgan kunda yangi tam programmasi men riyosatchi do'stlar Gulgina Tursun. Shunaqlana programmamizning iste'molimizga yangi tur bo'yicha singib kirgan. O'zining har xil ta'mga qulaylik, ochiq-chuchuk yemekliklar bilan iste'molchilarimizning qizg'in yoqtirishiga erishib kelayotgan Lozixon yemeklik fan texnika cheklik shirkati alohida qo'llagan. Shuning bilan birga yana programmamizning turmushimizga intayin zo'r qulayliklarni elib kelayotgan mulozim supsi alohida talab qilgan. Programmamiz bilan Muyassar xonim yemek-ichmak tarbiyalash markazi izchil hamkorlik o'rnatib kelyotdi. Mushu munosabatda bizni izchil qo'llab kelayotgan shu o'rinlarga yana bir qatim rahmatimizni bildiramiz. Mana har bir son programmamizda biz o'zgacha bo'lgan, yiqishliq bo'lgan taomlarni o'zingizlarga sunib kelyapmiz. Xo'sh, shunaqda bu son programmamizda qanday esil taom bizni kutib turayotganda diqqatinglar davomli ekranimizda bo'lsin. Bu son programmamizga taklif qilgan alayda mehmonimiz bo'lsa, o'xshashlar bizningki mushu oshpazlik sohasida o'zining tirishchanligi bilan ko'zi ko'ringan. Ham oshpaz to'rining qurg'uvchisi. Yaqinqi bir necha yillardan buyon mushu do'yin supsi bo'lsin, boshqa tarqitish vositalarida o'zining mas'allari, ya'ni funksiyalari milliondan oshgan bizning to'r cho'lpinimiz, ya'ni danliq oshpaz ustam Samatjon qarshilamiz. Onda bugun etadigan tamoqimiz? Bugun etadigan tamoqimiz narin, ya'ni narin cho'p. Kerakli materiallar Al-Nurining sililliq oila uni, qo'y go'shi, qo'yning so'ngaklik go'shi, sabza, kalpin, ochal, chamg'uri, boshpiyoz. Tam qo'shlardan bo'lsa, tuz, zira, qarmush qatorliqlar. Biz eng oldi bilan go'sh, sabza, chamg'urlarni pishirib olaylik. So'ngaklik go'sh ishlatamiz, chunki narining cho'pini sho'rpida pishirsak yaxshi. Buni cho'ng-cho'ng parchalab olgandan keyin oldi bilan qozonga so'g'uq suv quyib olgandan keyin go'shtni silib, go'shtni pishirgach, sho'rpasini chiqarib olamiz. Qozon qaynab turguncha biz xamirni yo'g'irib olaylik. Biz eng avval Al-Nuri silliq oila undan 1 kilogramm unni qachig'i eb olgandan keyin buningga 30 gram atrofida tuz solib olamiz. Narinning xamirida tuz bilan yo'g'iramiz shunday. Xamirni taqimi ching bo'lish uchun bir ton tuxum chiqib olaylik. Ondan keyin 280 ml atrofida so'g'uq suv quygandan keyin xamirni chingaroq qilib yo'g'irib olamiz. Go'sht odatda qanchalik vaqt qaynasa pishgan bo'ldi Samatjon usta? Go'shtni shu bo'sh o't kuchida yarim soatdan 40 minut atrofida pishirib olsak bo'ladi. Gulgina go'shtni pishay deb qo'yibdi. Endi sabza va chamg'ur qatorliqlarni solib olaylik. Voy, to'g'amdiq Samatjon usta. Butun pishirib olamiz. Pishdi. Pishib bo'lgandan keyin to'g'rab olsak bo'ladi. Voy, muam bo'ldigan usulkana pishgandan keyin to'g'rash degan. Biz shu sabza chamg'ur pishqish bo'lganlikda xamirimizni tinib qoldi. Buni yeyib tayyor qilib olaylik. Oy, nani bir chiqaramiz. Mas'ul bo'lgan go'shtmi? Mana pishay deb qoldim. Bu xamirni qarsam bekchon yo'g'iribsiz Samatjon. Boya dedik, shu narin bu yeyildigan turdik tamoqlar. Bu narinning xamirini intayin nepiz yeymiz. Shunga buni ching yo'g'iramiz. So'la qurg'un sipolamiz. Chapishib qolmaslik uchun. Samatjon ustam tamoq etishga bek chunqur mehr muhabbatingiz bor deyman. Biz ham bek yaxshi ko'raman tamoq etishni. Oshpazlikka qadam bosgan hozir 27 yil bo'libdi. 27-da 10 yil besib oshpazlik bitmay, undan keyin internet bilan oshpazlikni birlashtirib qilyapti. 10 yil bo'ldi. Zimeyti deymiz. Mushu maxsus mushu tamoq programmalari do'yinda tamoq filmlarni yo'llash qilyapti. Hozir 7 yil bo'lib qoldi. Mushu Tamzat degan ismmi mushu Samatjon ustamninki xos markasi amaliyotda Madaniyat tarqitish cheklik shirkatining nomi ham programmamizning nomimi mushu Tamzat shirkati bilan Ko'klam shirkatining o'rtaq kuch chiqarishi orqasida ro'yobga kelgan kunda yangi tam programmasi mana saviya bir balliq yuqori ko'tarilib to'rt televiziya programmasi ishlashga o'tdik. Bu haqiqatan bizning ta'riflashimizga, maqtashimizga arziydigan ish. Mana narinning xamirini
tekşi, intayın nefis qilib yeyib oldik. Endi buni o'zimizningki yoqtirishga asosan kengri tarlig'ini kesib olsak bo'ldi. Tar kesib g'alaba, kengri kesib yeyishni yaxshi ko'rib g'alaba. Biz bugun narinning cho'pini kengriligini 2 sm atrofida, uzunligini 20 sm atrofida kesib olaylik. Ba'zan iste'molchilar buningdanmi tar qilib kesib yeydi. Mana cho'plarimiz shunchalik tirik. 15-20 sm atrofida kesib olsak bo'ldi, narin cho'pini. Buni yana 15 metr atrofida xamirni shamoldatib olaylik. Shundoq yumshoq, shundoq so'ngaklardan ajrab pishibdi. Mana savuz chamg'urimiz shundoq yaxshi pishibdi. Buni birdan sovutib olaylik. Mana endi bayaqi go'shtning sho'rpisidan ayrim bir qachiga elib, go'shtning sho'rpisining ta'mini narin cho'pga tangchib olamiz. Qoldirib olgan sho'rpizda narin cho'pning cho'pini pishirib olamiz. Mana sho'rpisini bilib oldik. Endi narin cho'pning sho'rpisining ta'mini tangchib olaylik. Tangchib olamiz. Hey, ustam attiga yoz bu naringa shunchalik ishtay saqlab qo'zog'ni ichib ketdi. Mulozim supsa qarsam Lozixonning qo'laylik xogosi batiga qarang. Shundan bir qancha buyruq qo'ydim. Endi mush narin pishkichi yegash turamdiq ya narinni yeb bo'lib kayniga yemdiq deb. Bo'ritmisingizmi o'sha 3 minutdan ichida pishirib qo'ydim. Ay, siz tezmi? Mulozim tezmi? Mulozimning buyrug'inim kelib bo'ldi juma meniki. Mulozimning kelib bo'lguncha men narinni pishirib qachiga ep bo'laman. Bag'lish paqamni qanday mulozimdan tez kelib bo'lamdiki, men bayatli zakaz tushirib qo'ygan. Ishtik ketdimi? Rahmat. Mana Samatjon ustam dudimga mulozim tezda. Chaqmoqdek bo'lib ketdi-ku. Albatta bu naringga qo'saq ayrim endi bugun shu turibdi shunda bir ochiq-chuchuq yegim kelib qoldi. Demak endi buning ichida shu hammasi to'liq chiqadi ekan-ku, mana o't va tok ketmaydi, jajisi bir stakan suv deydi. Narinning tatliq shirin ta'miga ba'zilarning ochiq-chuchuq ta'mini birlashtiramiz. Hozir sho'rpisiga bayatdan pishirib olgan savzi bilan chamg'ur. Shunchalik yumshoq, shunchalik payzi pishib ketibdi. 10 gramdan 12 gram atrofida buningga tuz solib olamiz. Bir bal qo'shiq zir solib olamiz. Mana narinimizning sho'rpisi tayyor bo'ldi. Endi biz cho'pni pishirib olaylik. Gazning inchga qalamchi to'g'rab olamiz. Buni bevositlam sho'rpaga solmaymiz. Buni eli cho'p pishirgan chog'da bir qatim sho'rpadan o'tkaziblam cho'pning ustiga solgandan keyin angizda narinninki sho'rpa bilan birga iste'mol qilsak bo'ladi. Endi cho'pni pishirib suzib olaylik. Sho'rpani pishirib olamiz. Cho'pni pishib oldi. Endi buni taqsimizga suzib berib olaylik. Piyozni sho'rpada o'tkazib olgandan keyin narin cho'pning ustiga solamiz. Uning ustiga tayyorlab olgan narin cho'pimizning sho'rpisini takshi to'kamiz. Buning ustiga bir oz qarmoq sepgandan keyin iste'mol qilsak bo'ldi. Samatjon ustam mana narinimizmi pax shunchalik o'xshab ketdi-ya. Qadrli ko'ruvchilarning shu programmamizni ko'rayotgan do'stlarning og'ziga seriq suvlar kelib ketdi-ku deyman. Endi bugungi mushtamoqning o'qishida bizning ya'ni programmamizning xos tajidorligini o'ziga olgan Elnuri yezigilik pan texnika taraqqiyot cheklik shirkati bozorga solgan Sililliq oila uni. Undan boshqa endi yana shu kelpinning chamg'urini ishlatdik, yana paxlan go'shtlarini ishlatdik. Bu tamoqimizmi intayin o'xshadi. Yana birga programmamizni izchil qo'llab kelayotgan bizningki shu iste'molimizga yangi tur bo'lib singib kirgan. Shundaqli yana shu har xil ta'mdagi qo'laylik, ochiq-chuchuq yemakliklari bilan iste'molchilarimizga yiqib kelayotgan Xinjiang Lozixon pan texnika cheklik shirkatininki qo'laylik samovar sho'rpisimi. Buni mushnarini yeb bo'lgandan keyin yeymiz. Albatta bu o'rinlarimiz chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Shundaqli yana boyatdan tayyor qo'ygani yetkazib bergandan mushundaq o'xshagan tomoqlarni buyurtishinglarda oldin tanlashinglar bo'ldigan mulozim supsigimi alayda rahmatimizni bildiramiz. Samatjon ustam rampizlar amroq deyman sizga. Men mushum konsultatsiyaga Muyassar xonimningki rampisiga bekla amroq. Xinjiangda hozir zanjir do'konlarimiz 800 ni oshdi. Yaqinda
kasbiy tarbiyalash o'rni qurib chiqibdi. To'g'ri, bizning programmamizning dal mushu Muyassar xonim yemek-ichmek tarbiyalash markazi alohida talab qilgan shundaqla programmamiz bilan alohida hamkorlashgan. Bugungi tamoqimizga baho berishga ham, ilmiy nuqtadan tushuncha berishga davlatlik ro'yxatga ilingan bizningki oshpazlar peshvosi ham mamlakatlik tantiquvchi davlatlik oshpazlar rehbari shundaqla 2021-yillik oltin oshpazlar mukofotining sohibi bo'lgan Shuhrat Xoliq ustozni taklif qilgan bo'lsa qanday? Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Mana bugun Musamatjon ustam barliq hunarlarini chiqarib, narin cho'pni tayyor qilibdi. Oldi bilan bir tet o'tib, undan keyin bo'ldi. Undan keyin bir paranglasa. Hürmetli ekran oldidagi ko'ruvchilar, men oshpaz do'stinglar Shuhrat Xoliq bo'laman. Bu qitimqi narinni naq maydonda kasbiy jihatdan baholashga muyassar bo'lganimdan o'zimni xo'shal his qilaman. Hozirgi mana tetib ko'rdik. Narinninki umumiy jihatdan qilib aytgan vaqtida xamir bo'lsin, go'shi bo'lsin, hatto sho'rp suzuk bo'lsin. Her qandaq bir taamning o'ziga xos bağlaydigan, şu taam qabul qilib turadigan, şu taamga kerak bo'lgan bir o'lcham bo'ldi. Masalan, lanjuning qalgushi ugurisini bağlashda yiqing arbay sanhung silü wuhuang demak sho'g'ini yiqing degani shu sho'rpisining suzukligi. Arbay degani ishidikisi turupninki aqlığı sanhung degani töpsiga sap bo'lgan yog'larning qip-qizil paqirg'ini silyu degani oshkuki yoki bo'lmasa samsaq notisi samyoning yeshilligi. Ximiri turib qarga vaqtida, lobu qarga vaqtida bu serg'araq ko'rinadi, shuning uchun vubay deydi. Nuriman yana qalgush ugursqiga ustam mushu shaklga akilalsa o vaqtida buning texnik o'lchimi yetdi degan gap. Mishada o'zi talab qiladi. Nurg'unlagan qo'rimlarda, nurg'unlagan taomlarda o'zining bir talabi bo'ldi. Mana bugun mening demoqchi bo'lganim ko'rib o'tirsiz. Birinchisi sho'rp suzuk. To'g'ri. Shundaqmi? Ikkinchisi go'shi qizil, yeshil desak bo'ldi. Yeshil odat pishib qizil. Üçüncüsü kök tatlarının rengi roşan. Qandaq degan vaqtda bu yerda seyrak turadi sevzininki shundaqmi? Qizil sevzini bir atal to'g'rab qo'yibdi. Anaqdan oq chamg'urlanma. To'rtinchisi nima degan vaqtda ximiri piyozlarga, sho'rplar qarg'aqlar sal sog'uchroq. Demak nima bo'ldi degan vaqtda bu yerda o'zi bu narin özünün cevabını öz veriyordu. Muşundaq bir ölçemlerini muşu narınğı mücessemleştirip oturup şundaq bir sırtqı cihatidan bir yakın çıqadık. Bu yakınımızın bolduğu vaqtda umuman bilgan bu narınınki material tanlash, ishlash bosqichidan tortib taqsiga vaqtchi bo'lgan hamma o'tganlari oshpazlikninki mashg'ulot qoidasiga uyg'un, budaqmi narinning mashg'ulot qoidasiga uyg'un. Bu narinda asaslığı yuqori aqsil, yani go'shtni iste'mol qilish. Narin qo'y go'shtidan bo'lib qolmasdan kali go'shti, at go'shti qatorliq nurg'unlagan go'shtlar narin bo'ladi. Bu narinninki asosiy maqsadi nima desa, asosli materiali go'sht bo'lish kerak. Ammo bu yerda ximirchi degan vaqtida go'shtni go'shtbeti yeyversa, ishtayni tutib qoladigan ahvol bor. Shu sababli buningga azroq, yani karaxmal ximir aralashtirgan. Maqsad nima go'shtisiz? Havo sovuq yerlarda narlar bo'lsa, bu yerda 90%, 80% go'sht bilan ximiri intayin az oldu. Amma janub taraflarda cho'digan vaqtida buningga o'zimizning iste'mol odati, o'zimizning iste'mol talabi va badanimizningki yemeklik bo'lgan talabini qondirish uchun sho'rpli holatda tayyorlangan. Buningmi öz aldığı tushliq alaylığı var. Bunun da asaslı qo'ygush oldu. Qo'ygushininki bir alaylığı bu yerda nima degan vaqtida o'zining tabiiy issiq. Bunun da qo'ygushidan boshqa chamg'ur var. Chamg'urma o'pkani tozalab, odam badanidagi bakteriyaga qarshi turishga immunitet kuchini oshiradiganға intayin bir yordam qiladigan
xolesterinning badanga singib kirishini to'sab qoladi. Savizda qanit intayin mo'l bo'lgan yaxshi bir oziqlik qimmati mujassamlangan ko'ktatlar shoyi. Bo'lgan dori-darmoklari intayin g'alaba qilgan dori-darmoklar bor. Asos dori-darmok to'z, qarmosh, zira tabiiy yo'l issiq bo'lgan odam badaniga shundoq bir manfaat qiladigan. Buningda shu amillar ayollar yangigan vaqtida yoki badani alaydi, ajizlar yesi tez yaxshi bo'lmaydi. Talning iqtidori ajizlab ketgan kishilarga mushu zirni ko'p yeyishni tavsiya qilamiz. Zira abay biz savzini ko'ktatlar shoyi degandek ziri qandaqdir degan vaqtida dori-darmoklar shoyi. Abay hammalar ko'rib turdik. Samat Rahman ukimiz buningki ximirini pishirib olib bo'lgandan keyin piyizini sho'rpini o'tkazib o'tdi. Bu yerda nima bo'ldi? To'g'ralgan piyozni go'sht, sabzi, chamg'ur aralashgan sho'rpning to'piga qo'yib, birga issiq o'tkazib qaynatgan bo'lsa, u vaqtda narinning ta'mida qanday ta'm bo'ldi desangiz, go'shtlardak, petermantlardek bir qiymiliq tomoqning ta'mi shakllanib qoladi. Yana bir dori-darmokni degan vaqtida qarmoch. Odamning ishtini ochadigan mushzirga o'xshash shundoq bir dori-darmok. Qarmochni umuman biz nuqqul go'shtga qiymiliq tomoqlar aralashgan bo'libmi, kraxmalliq tomoq, xamirlar aralashgan tomoqqa ishlatamiz. Endi bu much ikki, birisi aqmoch, birisi qarmoch. Umuman buningda nima ta'm bor deganda, ochiq ta'mlar, yedi puroq ta'm bor. Aqmoch sal eg'roq, ikkisi o'xshash, bir daraxtda pishgan. Endi uning qepini chiqarib o'tmay, bevositlam yanjisa, o vaqtida qarmoch bo'ladi. Ammo ishiltish o'rni aqmoshniki dengiz mahsulotlari, uy qushlari va ko'ktatlarga jiqaroq tushadi. Qarmoch tastirak hazm bo'ladigan, kraxmal bo'libmi, kalgushi deganga o'xshash odam badanida 3 soat 40 minut ham 4 soatda hazm bo'ladigan eg'ir yemekliklar, kuchli yemekliklarga qarmochni ko'proq aralashtiramiz. Bugun umum jihatdan qilib aytgan vaqtida sizningki Samatjon enam nariningiz intayin yaxshi bo'lgan. Narin va bundan boshqa suv bilan, g'or bilan pishadigan tamoqlarda yog'ni azroq aralashtirib, qimirchiq olsak obdan bo'ladi. Ammo duxovkada pishadigan, to'norda pishadigan samsa, sambursa va undan boshqa to'psi cho'rik pishadigan, pag'iroq pishadigan, to'psi qattiq pishadigan tamoqlarimizga hammasiga cho'qim shu tuxumninki oqserig'i yog'lari aralashib kelish kerak. Shu vaqtida taqim cho'rik chiqadi. Bo'ldi, rahmat taqiq fikrlaringizga. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilar do'stlar, oldi bilan Samatjon ustam sizga rahmat. Mana shunda esil tamoqni huzurimizga sundingiz. Shundaqla bizning Shuhrat ustozimiz nayt yaxshi bo'lgan, ilmiy bo'lgan buningga o'zining ko'z qarashlarini bayon qilib o'tdi. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilar do'stlar, bu ham programmamizdagi narin cho'pning tayyorlanish usuli shundaqla etilish jarayoni bilan o'rtoqlashdik. Oilada sizlarning sinab yiqishinglarni tavsiya qilamiz. Bu ham programmamiz vaqt munosabati bilan o'sha yerda oxirlashdik. Kelarki ham programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.